joy xo'shallik shudiki bu nasl javonimiz alhamdulillah xurofoti ki aslan bunyodi asosiyoq teziga qabul qilmaydi. Bu insonga xo'shallik beradi insonga. Alhamdulillah. Shariat muqaddasga banomi tahnik deb bir gap bor. Tahnik uni aytadi, maydagina bolangizki dunyoga keldimi, bir insoni nekukor, bir insoni solih, bir insoniki nihoyat jamiyaga katta xizmat qilganda hamma kishi hurmat qoyilda, o'shanday bir kishini oldiga yeltasi tifilganani mayizda chaynaydi og'izginasi bilan yo xurmoni ba'dan bachaga tahnik qiladi, og'ziga komiga qo'yiladi, ona ustidan sut beradi, shugina bacha go'yo bundan tabarruk qilinadi, go'yoki nefollik oliladiki, shuniday bir shaxsiyatiki jamiya va xalqiga, millatiga xizmat qilayotgan bo'lsa, nasli javonlarimizni birtasini ko'midini aytaman. Aytadiki, bir insoniki katta bo'lsa, anvo va aqsomi bakteri bu insonda og'ziga bo'ladi. Mutaxassis va doktorlarimiz bu gaplarda aytadilarki, lihozo az lihozi tibbiy va taxassus muolajaviy buni hech aql ijoza bermaydi deydiki, bir javon mardak yo bir sinni ketgan kishi anvo va aqsomi bakteriya ham buni og'ziga bor, xususan mashhurrog'i banomi ich pulvuri. Mana shunday bir marazlikki bor, mayda bachaga musob bo'ladi, bir xatarnok marazlikni bunga intiqol beradi. Mavzu tahnikki bor, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan sobit. Asmo onamiz Oysha Siddiqani xoharlari bo'ladi, Abdulloh bin Zubayrni dunyoga keltiradi, Buxoriy Muslim rivoyat qiladi, Hazrat Muborakka yeltadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tahnik qiladilar. Bir sinni ketgan bobo qissa qildilar. Banomi gang deydi mollarni joniga bo'ladi mutoji bo'lsaylar. Sobiqalar 7 ta 8 ta gangni olib, bir shishani ichiga tashlab, buni yaxshi harakat berib qo'yar ekan. Shu ganglar shuncha ehsos qilar ekanki, go'yoki shuni ichidagi bir-biri bizga dushmanmiz. Lihozo qavisi zaifini yer ekan. Vallohu a'lam degan sizlar yaxshi bilasizlar, xususan otalar ikkisini ketganda. Ba'dan bitta kattasi qolar ekanki, hammasini yegan. Buni xonavadaga o'yiga hasra ekan gangdi. Ba'dan bachayki dunyoga tavallud bo'lsa, avvalin borigaki qablas onani suti borsa, shu gangni qonini, palit qonini uni bachani og'ziga taylar ekan. Bu zamoniki katta bo'ldimi, katta suruy ramalariki mollarga gang yopishsa, bir o'zda davolariki qisma-qism hayvonotli doktorlar yo'q ediki har ko'cha va past ko'chaga. Lihozo shu nafarni ketdan ketib borib olib kelayotganki, sohib bizni ramabizga, suruyimizga gang yopishgan, shuni ichidan bir aynali bir shukukup qiling, ganglar shuni jondan xalos qilsin. Alhamdulillah, buruz sunnati Rasululloh sobit bo'lgan tahnik ustiga bizga javon bacha ko'min bitidiki, janobi Mavlono sohib valo dunyoy tabobat taxassus buni xohlamaydi. Lihozo qanday narsadir bu narsa? Joy xo'shallikdir.